Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Inson, kompyuter va uning o'zaro ta'siri fanimizning 6-mavzusi bilan tanishib chiqamiz. 6-mavzu interaktiv ma'lumotlarni o'rganish va taqdim etish. Ushbu mavzuyimizni qisqacha annotatsiyasi bilan tanishadigan bo'lsak, interaktiv ma'lumotlarni o'rganish va taqdim etish mavzusiga bag'ishlanib, unda zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida ma'lumotlarni interaktiv shaklda o'rganish va ularni samarali tarzda taqdim etish usullari yoritilgan. Ma'ruzada interaktiv o'quv muhiti, foydalanuvchi bilan tizim o'rtasidagi o'zaro aloqani ta'minlovchi vositalar, vizualizatsiya texnologiyalari hamda ta'lim jarayonida ularning qo'llanilishi haqida ma'lumot berib o'tiladi. Shuningdek, interaktiv taqdimotlar va ma'lumotlarni dinamik tarzda ko'rsatish texnikalari orqali o'quvchilarning e'tiborini jalb etish, tahliliy fikrlashni rivojlantirish va o'quv samaradorligini oshirish imkoniyatini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Ma'ruza mavzusi ta'lim jarayonini raqamlashtirish va innovatsion o'qitish usullarini rivojlantirishda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etuvchi mavzulardan biri hisoblanib keladi. Nega vizualizatsiya muhim ahamiyatga ega? Avvalambor tushunishni tezlashtirib beradi. Masalan, vizualizatsiya murakkab ma'lumotlarni bir qarashda anglash imkonini beradi. Inson miyasi tasvirlarni matnga qaraganda 60 ming marotaba tezroq qayta ishlaydi. Xatolar va trendlarni aniqlashtirish, ya'ni vizual naqshlar, g'ayrioddiy qiymatlar va asosiy trendlarni darhol ko'rishga yordam beradi. Bu esa qaror qabul qilish jarayonini yaxshilashning eng muhim ahamiyatlaridan biri hisoblanib keladi. Jozibadorlik va ishtirok. Yaxshi ishlab chiqilgan interaktiv taqdimotlar auditoriyani diqqatini jalb qiladi va ularni ma'lumotlar bilan muloqot qilishga undaydi. Ma'lumotlarning turlari, ya'ni vizualni tanlash. Ma'lumotlarning turlari asosan 4 bosqichga bo'linadi. Bular vaqt seriyasi, taqqoslash, bog'lanishlar va qism va butun. Bular asosan diagrammalardan foydalangan bo'lib, vaqt seriyalari bu o'zgarishni kuzatish, masalan, daromadning choraklar bo'yicha o'sishi, ya'ni chiziqli yoki maydonli grafiklardan foydalangan holatda berib o'tishimiz mumkin. Buni mana birinchi ikonka orqali ko'rishimiz mumkin. Ikkinchisi taqqoslash, turli kategoriyalar orasidagi farqlarni ko'rsatish. Masalan, mahsulotlarning sotilishi, bularni ustunlik yoki gorizontal ustunlik grafiklari orqali ta'riflab berishimiz mumkin bo'ladi. Bog'lanishlar ikki o'zgaruvchilar orasidagi korreksiyani topish, ya'ni tarqoqlik yoki skater diagrammalar orqali bir-birini bog'lab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Qism va butun. Butunning tarkibiy qismlarini ko'rsatish, masalan, budjet taqsimotlari, doiraviy yoki ma'lum bir grafiklardan kelib chiqqan holatda berishimiz mumkin bo'ladi. Vizual dizaynning asosiy tamoyillari. Bu oddiylik, ya'ni keraksiz elementlardan qoching, ya'ni ma'lumotni siyoh nisbatini maksimal darajada oshirishimiz lozim bo'ladi. Auditoriyaning ko'zi birinchi bo'lib nimaga tushishini nazoratga olishimiz kerak. Bu eng muhimi ma'lumotlarni rang va kattaliklardan birini ajratib beruvchi iyerarxiylikni tashkil etadi. Izchillik, bir xil ranglar, shriftlar, o'lchov birliklarini saqlashimiz lozim. Bu tushunishni osonlashtirib beradi va auditoriya bilan izchillikni bizga ta'minlab beruvchi jarayon hisoblanadi. Oxirgi bosqichimiz, ya'ni oxirgi tamoyilimiz kontekst. Bu sarlavhalar, o'qlar, manbalar yordamida ma'lumotlarga to'g'ri kontekst beradi va nima uchun savoliga to'g'ri javobni topib berishga yordam beruvchi asosiy tamoyil hisoblanadi. Interaktiv taqdimotlarni rivojlantirish sikli. Bu asosan 5 sikldan iborat bo'lib, birinchisi ma'lumotlarni yig'ish va tozalash, ya'ni noxush ma'lumotlarni olib tashlash, formatlash va tizimga solish muhim ahamiyat kasb etadi. Ikkinchisi maqsad va auditoriyani aniqlash. Bu kim uchun, qanday savollarga javob berishimiz kerak bo'luvchi asosiy sikllardan biri hisoblanib keladi. Vizual, ya'ni qoralama. Vizual hikoyani rejalashtirish bu laytlarning qog'ozlarda sinab ko'rishni belgilab beruvchi jarayonlardan biri. Interaktiv elementlarni kiritish bu 4-sikl hisoblanib, filtrovka, ya'ni chuqurlashtirish va tool tiplari bilan boyitish muhim ahamiyat kasb etib keladi. Testlash va takomillashtirish. Foydalanuvchilar bilan testlash va fikr mulohazalar asosida tuzatishlar kiritishimiz lozim bo'ladi. Vizual hikoyalar yaratish. Vizualizatsiya shunchaki ma'lumotlar to'plami emas, balki esda qolarli hikoyalar aylantirib beradi.
Bular asosan asosiy xabarlar, taqdimotlarning eng muhim g'oyasi nima? Har bir vizual shu xabarni qo'llab-quvvatlasin yoki autoriyani qadam-qadam boshlang'ich va nuqtai yakuniy xulosaga olib borish lozim bo'ladi. Ma'lumotlarni ortidagi insonlar, kontekst yoki tasvirlarni ko'rsatish orqali hissiy aloqani yaratib beruvchi bosqichlardan biri hisoblanadi. Interaktiv elementlarning quvvati. Bu interaktivlik autoriyaga o'zi xohlagancha ma'lumotlarni o'rganish imkonini beruvchi bosqichlardan biri hisoblanadi. Buni shaxsiylashtirishimiz yoki faollik yoki o'rganish va saqlab qolishimiz muhim ahamiyat kasb etadi. Muvozanatni saqlash, murakkablikka qarshi oddiylik, ya'ni eng samarali vizualizatsiya dizaynning minimalizm va ma'lumotlarning maksimal ta'sirini birlashtirib beradi. Bu oddiy baholash avval ma'lumotlarning eng muhim qatlamini aniqlaydi. Boshqa ma'lumotlarni yashiradi, ya'ni hide qiladi yoki tul tiplarini ostiga joylashtirib chiqadi. Foydalanuvchining ko'pchiligi foydalanmaydigan 10 ta filtrni o'rniga eng muhim 2 ta yoki 3 ta filtrni taqdim etib beruvchi bu faqat kerakli interaktivlardan biri hisoblanib keladi. Ko'zni yo'naltirish, kontrastlik ranglar, soyalar va maydonlar yordamida diqqatni asosiy trend yoki xulosaga yo'naltirishimiz mumkin bo'ladi. Asboblar paneli, ya'ni tanlovlar va imkoniyatlar. Zamonaviy interaktiv vizualizatsiya uchun eng mashhur va samarali vositalardan biri bu asboblar paneli hisoblanadi. Ya'ni tablo, ya'ni kuchli va oson foydalaniladigan vosita, murakkab ma'lumotlarni tahliliy interaktiv vizuallarga aylantirish uchun ideal. Yoki Microsoft ekotizimga integratsiyalashgan katta hajmdagi ma'lumotlar bazalari bilan ishlash uchun ajoyib bu muhit yaratib beradi. Yoki maksimal moslashuvchanlik, ya'ni dasturlash, moslashuvchanlik va noyob vizualizatsiya yaratish uchun JavaScript kutubxonasi yuqori texnik ko'nikma talab etib beradi. Yakuniy xulosa va keyingi qadamlarga o'tadigan bo'lsak, interaktiv vizualizatsiyaga o'tish bu texnik ko'nikma emas, balki fikrlash tarzi hisoblanib keladi. Dastlabki loyihamizni oddiy ma'lumotlar bilan boshlab va asta-sekin murakkablashtirib, uni amaliyotda qo'llashimiz lozim bo'ladi. Yoki vizualizatsiya dizayndagi eng yangi trendlar va foydalanuvchilar tajribasini kuzatib borib, o'rganishni to'xtatmagan holatda ketma-ket o'zimizni vizualizmimizni yoritib borishimiz mumkin. Har bir grafik orqasidan turgan ma'noni va autoriyamiz uchun qadr-qimmatini yetkazib beruvchi hikoyalardan iborat bo'lgan umumiy vizual hikoyamizni yaratishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu mavzuni yana ham tushunarli va boyitish uchun o'zimizga qo'shimcha tarzda ma'lumotlarni olishimiz uchun quyidagi adabiyotlarni o'qigan holatda o'zimizga mustaqil o'rganishimiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.